Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimizning mavzusi o'quv va metodik qo'llanmalar bo'yicha mavzularni o'rganish hisoblanadi. Bu mavzu bilan men Abdujabbor va Maftuna tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Endi esa mavzumizning rejalari bilan tanishib chiqsak. Birinchi rejamiz o'quv metodik qo'llanmalarni yaratishning metodologik asoslari. Ikkinchi rejamiz qo'llanmalar mazmunini tahlil qilish va baholash mezonlari. Uchinchi rejamiz esa mavzularni o'rganishda qo'llanmalar asosida darsni tashkil etish. Endi esa har bir rejamizni ochiqlab chiqsak. O'quv metodik qo'llanmalarni yaratish jarayonining asosiy prinsiplari bu 4 bosqichda ekan. Birinchi bosqichimiz ma'lumotlar tahlili, ya'ni qo'llanma yaratishda ma'lumotlarning to'g'ri va ishonchli bo'lishi muhim. Bu jarayonda manbalarni tekshirish va tahlil qilish asosiy ahamiyatga ega. Ikkinchi bosqichimiz maqsadli muhit. Yaratilayotgan qo'llanmalar o'quvchilarning yosh va bilim darajasiga mos kelishi kerak. Bu muhitga moslashtirish muhim, chunki ta'lim samaradorligini oshiradi. Uchinchi bosqich tashkiliy strukturasi. Har bir qo'llanma aniq, tartibli va lo'nda bo'lishi lozim. Mavzularni ketma-ketlikda joylashtirish o'quv jarayonini soddalashtiradi. To'rtinchi bosqich esa yaratish jarayonining bosqichlari: reja tuzish, matn tayyorlash, dizayn va tahrir qilish kabi bosqichlardir. Har bir qadam sifatli va muvofiq bajarilishi qo'llanmaning muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Metodologik yondashuvlar qo'llanma ishlab chiqishda muhim omil hisoblanadi. Maqsadli yondashuvlar qo'llanma ishlab chiqishda maqsadli auditoriyani aniqlash va ularning ehtiyojlariga mos keladigan metodologiyalarni tanlash muhim. Bu ta'lim jarayonini samarali qilish uchun asosiy omil hisoblanadi. Ilmiy asoslar yondashuvlarning ilmiy va pedagogik asoslari bo'lishi kerak. Shuningdek, zamonaviy ta'lim nazariyalari va amaliyotlariga tayangan holda ishlab chiqilishi lozim. Bu qo'llanmaning ishonchliligi ta'minlaydi. Moslashuvchanlik va innovatsiya. Yondashuvlar dinamik va moslashuvchan bo'lishi, innovatsion metodlarni qo'llash orqali o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. Mazmunni muvofiqlashtirish va metodikasi. O'quvni samarali tashkil etish. Mazmunni muvofiqlashtirish, ya'ni mazmunni muvofiqlashtirish jarayonida ta'lim materiallari o'rtasidagi bog'liqlik, tartib muhim hisoblanadi. Bu o'quv jarayonini soddalashtiradi va tushunishni oshiradi. Metodik yondashuvlar. To'g'ri metodik yondashuvlar bilan mazmunni strukturalashtirish o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va o'rganishni samarali qiladi. O'quvni tashkil etish. Mazmun muvofiqlashtirilgan holda darslar rejalashtiriladi. Tushunarli va maqsadga muvofiq bo'lib, o'quvchi uchun motivatsiya va qiziqish uyg'otadi. Yaratilishdagi metodologik asoslar tarixiy va zamonaviy nuqtai nazarda. Tarixiy asoslar. Metodologik asoslar tarixdan boshlangan bo'lib, bular pedagogik fikrlarning rivojlanishini va ta'lim metodlarining o'zgarishini tushuntiradi. Bu asoslar yangi pedagogik yondashuvlarning paydo bo'lishiga turtki bo'ladi. Zamonaviy yondashuvlar esa hozirgi vaqt zamonaviy metodologiyalar, innovatsiyalar va texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Ular ta'lim jarayonini interaktiv va shaxsiylashtirilgan tarzda rivojlantirishga yordam beradi. Tarixiy metodologik asoslar va zamonaviy yondashuvlar o'rtasidagi integratsiya ta'lim sifatini oshiradi. Bu pedagoglar va o'quvchilarga muvofiqlik va rivojlanishni ta'minlaydi. O'quv va metodik qo'llanmalarni ishlab chiqishda ilg'or tajribalar va metodlar.
Innovatsion yondashuvlar zamonaviy metodlar va texnologiyalar yordamida qo'llanmalarni ishlab chiqish jarayonida innovatsion yondashuvlar muhim. Bu usullar ta'lim sifatini oshiradi va o'quvchilarga qiziqarli ta'lim muhitini taqdim etadi. Interaktiv texnologiyalar, digital platformalar va interaktiv vositalar qo'llanmalarda keng qo'llaniladi. Ular o'quv jarayonini faollashtiradi, tushunishni kuchaytiradi va o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Tajriba va amaliyot. Ilg'or tajribalar asosida ishlab chiqilgan metodlar pedagoglarning muvaffaqiyatli ishlari va amaliy misollari ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Bu usullar doimiy yangilanishni talab qiladi. O'rganish uchun tahlil va baholash. Yangi metodlarni qo'llashda mazmun tahlili va baholash jarayoni muhim hisoblanadi. Bu yordamida qo'llanmaning samaradorligi va ta'lim maqsadlariga muvofiqligi aniqlanadi. Yaratishdagi muhim qadamlar va metodologik asoslarning amaliy qo'llanilishi. Tadbirlarni rejalashtirish, yaxshi tayyorgarlik uchun muhim qadamlarni belgilash va aniq rejalar tuzish. Resurslarni taqsimlash va muddatlarni belgilash muhimdir. Metodologik asoslar. Mazkur qadamda ilmiy va amaliy yondashuvlarni tanlab, metodlarni tahlil qilish va ularni qo'llash uchun asosiy prinsiplar va mezonlar aniqlanadi. Amaliy qo'llash usullari. Yaratilgan metodologik asoslarni amaliyotga joriy etishda treninglar, testlar va real dars jarayonlariga tatbiq qilish samaradorlikni oshiradi. Natijalarni monitoring qilish. Qadamlarni amalga oshirish jarayonida natijalarni kuzatish, baholash va takomillasht uchun statistik va sifatli metodlardan foydalaniladi. Qo'llanmalar mazmunini tahlil qilish uchun asosiy metodlar va yondashuvlar. Analitik usullar. Mazmunni tahlil qilishda statistik va sifatli metodlar qo'llanadi. Bu usullar yordamida qo'llanmaning maqsad va yondashuvlari aniqlanadi. Shuningdek, muhim nuqtalar ajratib olinadi. Qiyosiy taqqoslash. Bir nechta qo'llanmalarni o'rganib, ularning o'zaro farqlari va o'ziga xos xususiyatlari aniqlanadi. Bu metodlar yordamida eng samarali va mos keladigan tahlil usullari tanlanadi. Indikatorlar va kriteriyalar. Mazmunni baholash uchun aniq indikator va mezon belgilab olinadi. Bu yondashuv yordamida tahlil obyektivligi oshadi va xarakterli xatoliklar kamayadi. Mazmunni baholashda obyektivlik va subyektivlik o'rtasida muvozanat. Obyektivlik ahamiyati. Mazmunni baholashda obyektivlik ta'lim sifatini adolatli va aniqlash uchun muhim hisoblanadi. Bu shuningdek shaxsiy fikrlar va qiziqishlardan voz kechishni ham talab qiladi. Subyektiv va shaxsiy fikrlar. Baholashda subyektivlik studentlarning shaxsiy fikrlari va his-tuyg'ulariga ta'sir qilishi mumkin. Bu baholash jarayonida muvozanatni saqlash uchun ehtiyotkorlikni talab etadi. Amaliy tavsiyalar. Baholashda obyektivlikni oshirish uchun standartlashtirilgan rubrikalar va ko'p qirrali metodlarni qo'llash, shuningdek, baholovchilarning malakasini doimiy oshirish muhim hisoblanadi. Mazmunni tahlil qilish jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularni hal qilish yo'llari. Yuzaga keladigan muammolar. Mazmunni tahlil qilish jarayonida muammolarning murakkabligi va noto'g'ri interpretatsiya qilish xavfi yuzaga keladi. Bu esa tahlil natijalarini buzishi mumkin hisoblanadi. Resurs va vaqt cheklovlari. Resurslar va vaqt cheklovlari muammolarni hal qilishda tahlil jarayonini qiyinlashtiradi. Bu esa sifatli natijalarga erishishni qiyinlashtiradi. Aniqlik va obyektivlik. Muammolarni aniqlashda subyektiv fikrlar
va shaxsiy qarashlar tahlilning obyektivligini kamaytiradi. Shuningdek, aniq mezonlar va standartlar ishlab chiqilishi muhim hisoblanadi. Muammolarni hal qilish strategiyalari. Muammolarni hal qilish uchun samarali strategiyalar va metodlar ishlab chiqilishi muammoni hal qilish jarayonining samaradorligini oshiradi va muammo yechimlarini tezlashtiradi. O'quv va metodik qo'llanmalar yaratish jarayonining asosiy tamoyillari. Yaratilish prinsiplari. Qo'llanma yaratishda aniq maqsadlar va pedagogik ehtiyojlarni hisobga olish muhim hisoblanadi. Tadqiqot va tahlil. Yangi metodik qo'llanmalar yaratishda mavjud tajribalar va ilmiy tadqiqotlar asosiy manba bo'lib hisoblanadi. Foydalanuvchining ehtiyojlari. Qo'llanmalar foydalanuvchilar, o'qituvchilar va o'quvchilar ehtiyojlariga moslashtirilishi kerak. Bu esa darslarni samarali tashkil etishga yordam beradi. Integratsiya va yangilik. Yaratilish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalarni qo'llash, shuningdek mazmun va metodlarni muvofiqlashtirish muhim hisoblanadi. Qo'llanmalar yordamida darslarni samarali tashkil etish usullari. Tashkiliy reja. Darslarni samarali tashkil etish uchun aniq maqsad va reja tuzish muhim. Bu o'qituvchi va o'quvchilarga dars davomida yo'l yo'riq bo'ladi. Interaktiv metodlar. Qo'llanmalarda interaktiv metodlardan foydalanish dars jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Resurslardan foydalanish. Qo'llanmalarda turli o'quv resurslarini integratsiya qilish muhim. Masalan, multimedia vositalari yoki amaliy mashg'ulotlar orqali o'qitishni kengaytiradi. Metodik qo'llanmalarning mazmunini tahlil qilish va moslashtirish. Mazmunni tahlil qilish. Metodik qo'llanmalarning mazmunini talabalarga ta'lim maqsadlariga mos kelishini ta'minlash uchun doimiy ravishda tahlil qilinadi. Moslashtirish usullari. Mazmunni talabalarning ehtiyojlari va ta'lim jarayonining talablariga moslashtirish uchun turli metodlardan foydalaniladi. Masalan, interaktivlik va amaliy mashg'ulotlar. Yakuniy nazorat va takomillashtirish. Mazmunni doimiy ravishda baholash va fikrlar asosida takomillashtirish jarayonida o'qituvchilar va metodistlar yangi yondashuvlarni joriy etadilar. Mavzularni o'rganishda qo'llanmalar asosida darsni rejalashtirish va baholash. Mavzularni rejalashtirish. Qo'llanmalar asosida dars rejalashtirishda mavzularni aniq belgilash va ularning o'zaro bog'liqligini hisobga olish muhim hisoblanadi. Baholash usullari. Dars davomida qo'llaniladigan baholash metodlari mavzuning tushunarli va amaliy bo'lishini ta'minlaydi. Rejalashtirishda metodika. Qaror qilingan mavzularni o'rganishda metodik yondashuvlar va vositalardan foydalanish darsni samarali va maqsadga muvofiq qilish uchun muhim hisoblanadi. O'quv va metodik qo'llanmalarning sifatini oshirish uchun tavsiyalar. Qo'llanmalarning ishlab chiqilish bosqichlarida aniq va ilmiy asoslangan metodologiyalarni joriy qilish. Raqamli texnologiyalar va interaktiv platformalarni qo'llash orqali qo'llanmalarning qiziqarli va tushunarli bo'lishini ta'minlash. Yaratilish jarayonida qat'iy sifat standartlari va baholash mezonlarini joriy etish. Talabalar va pedagoglarning fikrlarini inobatga olib, qo'llanmalarning mazmuni va uslubini moslashtirish sifatni oshirish uchun muhim hisoblanadi. Mavzu yuzasidan xulosalar. To'g'ri ma'lumotlar, muvofiqlik va rejalashtirish asosida ta'limni samarali qilish uchun metodik va mazmuniy jihatlarni to'g'ri bog'lash muhim ahamiyatga ega. Mazmun va metodika muvofiqligi tushunishni oshiradi. O'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi. Shuningdek, ta'lim natijalarini yuqori darajaga olib chiqadi. Innovatsiyalar.
interaktiv texnologiyalar va texnikalarni amaliyotga kiritish ta'lim sifatini oshiradi, motivatsiya va qiziqishni kuchaytiradi, ta'lim jarayonini rivojlantiradi. Foydalanadigan adabiyotlarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Darsimiz yakunlandi.